Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Allohga hamdlar bo'lsin. Yana bir kun ortiq yashayotimiz. Alloh yashagancha savobimiz ko'paydigan bo'lsa, bizni yashatsin. Yashagancha gunohimiz ko'paydigan bo'lsa, baldura qabzroq qilsin. Amin. Bugungi temamiz tunigan bir qatim so'zlangan suhbatning nacharligidan o'chirilib ketdi. Qo'rqinchning siyosiy maqsadlardagi roli. Hozir vatanimizdagi vaziyat haqida qo'rqinchli gap-so'zlar bo'lib o'tdi. Bunda qo'rqinchli bir vaziyat qandoq borliqqa kelgan? Nima uchun borliqqa kelgan? Parda qisti kimlar bor? Qo'rquvchi kim? Qo'rqitgan kim? Haqiqiy qo'rqqan kim? Bular tabiiymi, sunniymi? Xitoylar bu vaziyatdan nimaga erishmoqchi? Bular haqida mulohaza yurgizishning real ahamiyati bor. Biz cho'ng shaxmat taxtasida doimo pechka sifatida boshqalar tarafidan o'ynalmaymiz desak, o'yinni mohiyatidan tushunishimiz hech bo'lmaganda tushunishga tirishishimiz kerak. Ilgirki yozmishlarimda hukmron guruhlarning yoki davlatning dushmanga ehtiyojli bo'ladiganligi teoriyasini yoritishga tirishgan edim. Dushmanga ehtiyojli bo'lishning sababi o'z hukmronlikni saqlab qolish ehtiyojidan bo'lib, xalqning asosiy qismini o'z atrofiga uyushtirgandilar. Hech bo'lmasa o'ziga qarshi turishdan voz kechtirgandilar. Ondan hokimiyatni saqlab qolgani bo'ladi. Dushman va qo'rqinchli qismatga yuzlanayotganligiga ishongandilar, xalq hokimiyat tarafida turishni tanlashga majbur bo'ladi. Endi bu qarashimizni texnik konkretlashtirish uchun dushmanga bo'lgan ehtiyojning ishlash funksiyasi haqida bir oz to'xtalib o'taman. Hukmronlar xalqni uyushtirish, xalqni o'zi bilan bir safda bo'lishga ma'qul qilish uchun xalqni qattiq qo'rqitishga muhtoj. Xalqni qo'rqinchga selish uchun bo'lsa, davlat yoki hukmron guruh kelayotgan tahdid xususida bir tuzoq nazariyasi, suiqasd nazariyasimi deyiladi bu? Tuzoq nazariyasi o'tirib qo'ydi. İngilizcede komplot yoki conspiracy. Suiqasd nazariyasi hokimiyat tarafidan belgilangandan keyin barliq usti qurilma mediasi bu nazariyaning asosiy ro'yiga uyg'un hikoyalarni yeyib, xalqni qo'rqitadi. Kelayotgan xavf qanchalik qo'rqinchli ko'rsatilsa, xalqning hokimiyat atrofiga uyushi shuncha zich bo'ladi. Shunga tarixdan bugungacha har qaysi davlatlar o'zlarining hokimiyat tuzilmasiga uyg'un tuzoq nazariyasi o'tirib qo'yib, bu orqali fuqarolar ichida qo'rqinch havo paydo qilib keldi. Uzoqni qo'yib yaqin tarixdan misol qilsak, Stalinning tozalash harakati o'ziga Trotskiychilarning Leninizmga va sotsialistik Sovet ittifoqiga qarshi chet el jahongirligi bilan birlikda og'dirmachilik harakati olib berayotganligini asosiy qo'rqinch manbasi qilgan bo'lsa, tozalash harakati mana shuning davlat ichidan moslashadigan gumashtillarni tozalash nomi bilan xalqqa sunilgan edi. Ya'ni Stalin o'zining mustabidlik o'rnini saqlab qolish uchun barliq o'qituvchi kuchlarni yoki o'qituvchi bo'lish ehtimoli bo'lgan kuchlarni tozalatish uchun qasddan bir qo'rqinch manbasi yaratgan yoki qasddan ko'ptirib tashviq qilish orqali buning xavfining butun xalqqa baloyi ofat bo'ladiganlik sapsatisini yaygan. Bu orqali vahshiyona tozalashlarni haqqoniy harakat qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan. Ikkinchi Dünya urushidan keyin Sovet ittifoqining mo'lchardagidan 10 yil burun atom bombasiga erishishidan cho'chigan Amerikada qizil vahima kun tartibga elinib, kommunizm tahlikasi xalqni qo'rqitadigan tuzoq nazariyasi uchun asos bo'ldi va bu mazgil, ya'ni McCarthy davri deb atalgan bir davr bu. McCarthy degan shu chog'dagi bir senator. Bu mezgil ichida soyasidanmi hurkiydigan darajadagi sezgurlikka eshib ketish siyosatlari yurgizilib, har sohadan Sovet gumashtinlari kommunizmga moyil kishilar tozalandi. Garchi bu qo'rqinch oshqunligi qisqa muddatda pastlagan bo'lsa-mu, butun so'g'uq munosabatlar urushi davrida aktivligini saqladi.
Türkiye üçün devlet tarafından belgilengen asaslık tozak nazariyesi üç türlük bulup, buna bölgünçülük, şeriatçılık ve komünizmden ibaret oldu. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş gayesi ve kurgucularının iddiayı ve altını ekseptör etti. Yahudi qırğınçılığıda natsistlarning belgilagan tozaq nazariyasi Yahudilarning Ariyallarning qinini bulg'ash xavfi bo'lib, bu xavf shunchalik ko'p turib tasvirlandiki, Germaniya xalqi bundaq qirg'inchilikning qonuniyligini, haqliqini so'zsiz qabul qilgan edi. Endi bizga bevosita munosabatli bo'lgan Xitoylarga kelsak, Xitoylarmi o'zlarining davlat tuzumi, davlatning tuzguchi asos tarkiblariga va hokimiyat beshidagilarning ideologiyasiga munosabatli holda tozaq nazariyasi belgilab keldi. Bulardan 50-ci yıllardaki tozaq nazariyasi Sovet İttifaqıdan endizi ağan siyasi ziddiyet mazmun kılınan korkunç mənbələri bulup, asasen konu hakimiyetinin daşqalları, pomuşçuklar, onçi, yerlik milletçiler, cahangırlar, kapitalistlarının gumaşlılarının konu dünyanı tırıldırmak çıkarlığı məzmunlar dedi. Tazlaşlarımı muşu asasda elip verildi, tazlaş obyektlerine verilgen namlarda muşu məzmunlar eksit etti. Sovet İttifaqı bilan bo'lgan ada-judadan keyin asosiy xavf Sovet revizionizmidan keladi deb belgilandi. Buningga parallel Amerika boshchiligidagi G'arb kapitalizmi suiqasdlarning muhim manbasi qilib belgilandi. G'arb kapitalizmi qurolliq mudohil qilmaydi. Agar bundaq deyilsa, xalqni ishontirish tez bo'ladi. Şunu ular Sovet İttifaqı örneğinde tinç özgertiş planını yolu koyaptı. Bu tinç özgertiş barlıq ideologiyaya ait sahalarını asas kıldıgan buluşu komünistlarının tazlaşları için keng imkaniyetlerini sunattı. Devlet belgilegen tozak nazariyesi nim bolsa şunun münasip düşman köpeyaptı. Tutulgan, kol kılıngan, katlı kılınganlarının köpüncüsü mana şu nazariya belgilegen düşmanlar. Xitoyning iqtisodiy islohoti sirtqi ishni ichib yutishidan keyin bo'lsa, tozaq nazariyasini qayta ko'zdan kechirishga to'g'ri keldi. Chunki davomli holda Amerika boshchiligidagi g'arb kapitalizmini dushman va xavfning markazi qilaverganda xalqni ishontirib bo'lmaydi. Hatto davlat bilan xalqning dunyo qarashi dushman qarashida bir hang paydo qilish xavfi bor. Tozaq nazariyasi har zaman davlatdagi asosiy aholining ruhiy holati, milliy kimligi qatorliqlarni nazarga ilib barliqqa keltirish kerak edi. Asası ahalının payda ziyniga munosabatli bo'lgandila, andin ular davlat bilan birdeklik saqlashga ko'ngil rizosi bilan ma'qul holga keladi. Shunga yangidan o'tirib qo'yilgan tuzaq nazariyasi asosiy xavf bo'lgunchilardan keladi deb belgilandi. Milliy masala Xitoy imperiyasida azaldan hal bo'lmayotgan, kelgusidami hal bo'lishi kutilmaydigan masala bo'lishligi bilan azaldan kun tartibda bo'lib kelgan. Fakat zaman itibarı bilan ba'zida oldin qaratga, ba'zida keyin qaratga tizilgan masala bo'lib, Xitoylarning o'zidan boshqa barliq millatlarni odam hisoblamasligidan iborat milliy xosligidan aytganda, bu yangi dushman Xitoylarni diqqatga chaqirishda jalbkorlikka ega edi. Hatta bu yangi belgilangan dushman chet ellarda, demokratik ellarda yashayotgan atalmış demokrat Xitoylarni jalb qila oladi. Kun sir nazardan tushgan mustabid hokimiyat milliy masalani ko'tarib chiqqandilar, Xitoy millatchiligini ko'riklagandilar, bir oz nafas olgudek bo'shliq topa oladiganligini jazm qildi. Shunga sharqda orollar talashini paydo qilib, Yaponiya bilan, Filippinlar bilan, Vyetnam bilan, Borneo va Malayziya qatorliqlar bilan orollar talashini paydo qilib, tashqi dushman bu yanılı milliy dushman yaratgan bo'lsa, milliy rayonlarda bo'lgunchilik davron orqali mustabid tuzumning haqliqligini qabul qildirishga urinmoqda. Dal qattiq qo'l mustabid bo'lganda bu zaminni tutib turg'ili bo'ladi degan ma'noni berishga urinmoqda. Bo'libmi, Amerika boshchiligidagi G'arbning islomni yangi dushman qilib bekitishiga mos holda Xitoylarning mustaqillik jangchilarini islom terrorizmi sifatida sunib, xalqarodan dastak qozonishni ko'zlamoqda. Qo'rqinish tug'dirish ikki xil natija tug'dirishi mumkin. Biri, zolim zulmlarning haqliq ekanligi haqida dalil hosil qilgan va bu dalilga tayangan holda zulmini oshiradigan bo'ladi. Yana biri, agar bu etnik sirkilish muhitida bo'lganda,
Zalimlar tarafga mansub bo'lgan etnik guruhning e'tiborli muomalaga erishishi yoki tangsiz holda alohida muomala ko'rishni haqliq ko'rsatadi. Ya'ni buni amaliyatimizga qo'ysak shundoq manzur o'tirib chiqadi. Vatanimizdagi ma'sum Xitoylar vatanning birligini qo'g'dash uchun har zaman hayotining tahlikaga uchrashi ehtimolligiga qaramay puttirab turayotganliklari uchun alohida siyosatlardan, e'tibor berishlardan bahramand bo'lishga loyiq. Alohida muomalaga loyiq. Ular bölgünçü bo'lish ehtimoli bo'lgan yerliklar bilan o'xshash muomala ko'rsa bo'lmaydi. Ular chegara rayonidagi nomsiz qahramonlardir. Shundaqla hayoti doim xavf ichib turadigan ma'sumlardir. Mana shunday. Fransiyalik zangi Fransiz Fanon tegitekte Afrikalik bo'lgan Fransız. Psixolog, inqilobchi, yani Marksist, faylasuf va yozuvchi. Bu zangi degan qaratallik degan gap Uyg'urchada. Qaratallik degan yasalma ism, ikki so'zdan tarkib topadi. Zangi tüp söz, birli söz. Şunlaşqa bu evzel, tilshunoslik nuqtasidan. Zangi Fransiz Fanonning Qora teri Aq niqob ismli kitobida shundaq bir bayon bor. Fanon yenidan aq tenlik bir ayol va bir bolaning o'tayotganligini ko'rdi. Qarasidan kelyapti-da. Bolasini yetilab bir aq tenli xotin, Fransuz. Bola qara odam, ya'ni Fanonni ko'rganida, "Qara ana, bir zangi" deydi. Buning qarta zangi kulimsiraydi. Ayni voqea ikkinchi qatim takrorlandi va zangi takrar ammo burunqidan ozroq kulimsiraydi. Ana bola borgan sari yaqinlashmoqda. Dal oldidan o'tayotganda bola, "Ana, qarag'ana zangi" deb vaqirab, qo'rqinch bilan onasini quchoqlab oladi. Zangi qetib qoladi. Bu voqeada aslida zangi odam aqtallik bolani qo'rqitgudek hech qilmagan bo'lsa-mu, hayoti bo'yicha qo'rqishga tegish birimi yo emasmi deb o'z-o'zidan so'rashga majbur qilinadi. Boshqasining qo'rqinishining o'zida nimalar sabab bo'lganligini hisoblay olishingiz mumkin. Vaqtning o'tishiga ergishib, o'z-o'zi tarafidan chinlikqa ega qilingan yoki rostga aylantirilgan bir ayrimchilik. Irqiy ayrimchilik. Halbuki o qo'rqinishning sababi emas. Obyektidir. Buningga javoban qo'rqqan kishining qilgan ishi bir quchoqqa etilmoq, bir quchoqqa yamashmoq. Ya'ni ana quchoqqa. Bu misolda har kimning bilganida qo'rqqan kishiga hech bo'lmaydi. Demisimi tahliki bo'lmagan holda onaning, vatanning, organlarning, demokratiya sirti kuchlarning quchoqiga esilib qo'rqilgan kishiga qarta bir zo'ravonlik, bir tahdid tarkibiga o'tadi. Qo'rqilgan bir badan sifatida zangi odam bu qo'rqinchni ko'tarib o'tadigan hech bir ish qilmaydi. Uning mavjudligi bir qo'rqinch manbasi bo'lishini davom qildiradi. Aslida masalaning davosi oddiydir. Qo'rqinchning manbasi zangining o'zi emas, uning haqidagi tunishdir. Bu tunishning paydo qilinishi bir toplumning insonlik jinoyati bir tuyg'u, ya'ni irqchilik bilan munosabatlidir. Irqchilikning obyekti, ya'ni nishoni sifatida zangi buni ko'tarib o'tish uchun hech nima qilolmaydi. Amaliyotda bu qo'rqinch eng yaxshi ehtimolda bir xil kasallikdir. Ammo bu qo'rqish sababidan qo'rquvchining bir kapolatni qo'lga keltirishi hech odil emas. Bir ehtimolda bola quchoq istaydigan bo'lishi kerak va onasining quchog'iga etilmoq uchun zangining mavjudiyatini bir bahona sifatida foydalanayotgandir. Boshqa tarafdan zangilar oqlardan his qiladigan qo'rqinch texmi real, ammo bu qo'rqinch dal real bo'lganligi uchun balki hech qanday kapolat tug'dirmaydigandir. Aksicha faqat doimo rostga chiqaradigan bir andisha tug'diradigandir. Boshqalarning ularning ixtiyorida bo'lmagan sabablardan tug'ilgan qo'rqinchlar tufaylidan hayoti zindonga aylangandir. Bu Yasin Aqtay, Türk tadqiqotchisining bir kitobidan ariya. Aslida bola haqiqatanmi qo'rqqani uchun onasini panoh qilmayotdi. Aksicha onasini panoh qilish uchun qo'rqyapti yoki qo'rqqanligini da'vatadi. Agar bola
Bununla adetlenip kalsa, bulupmu onunla kucak daim ecilipli tursa, bala äkilişip gitidi. Beske ägili bolmaydigan derece gitidi. Balanın bunda korkunuşka takabil kelişinin yolu, hergizmi korkunuşunun ubukti bolgan zengini parakende kılış emas. Aksiçi balığı biraz paydalık terbiye biliş. Kucakni daim uçuk bir panahgah boluştun kaldırmaktır. Korkup ketken buluverişte balanın közlügen ana kuçku bolsa. Xitaylarning Uyg'ur bilginchilardan qo'rqib ketgan bo'lib olishni ko'zlagan ana kuchga nimadir? Ikki xil bo'lishi mumkin. Biri ko'chman Xitoylarning ma'sumligini ta'kidlab, ular erishayotgan alohida imtiyoz, ya'ni ana kuchini shundoq bo'lmasimi bo'lmaydigandek asosga tayandirmoq, yerliklarga bu alohida huquqlar haqida tunishdi bo'lishga, to'g'ri tunishdi bo'lishga bo'lishni talqin qilish. Ikkinchisi, ya'ni texmu muhimi yoki eng asoslisi harbiy yetkilishlarni sabab bilan ta'min etish. Chunki keyingi yillarda bu Uyg'ur terrorchilik voqealari deyilgan bu voqealarning ko'payib ketishga boshlagandan buyon Xitoylarda bir harbiy yetkilish, harbiy hozirlik jiddiylashib qoldi. Ya'ni Sharq Turkistonga kelayotgan askarlar va aslahalar. Bu harbiy yetkilishlarni sabab bilan ta'min etish. Bu sabab ichki jihatda o'z xalqini aldash. Dushman qo'rqinchisi orqali hukumatning to'g'ri tadbirlari haqida ortiqcha gumonda bo'lmaslik va dushman oldida hukumat bilan bir safda bo'lishga chaqirish. Tashqi jihatda asli ubukitlar bo'lgan qo'shni ellarni cho'chitib etmasdan kelgusi rayon zo'magarligining tayyorliklarini tuttirib olish. Korkunç, cemiyyətşünaslıqның tədqiqat temellərindən biri olub, cemiyyətşünaslar korkunçni siyasi payda vasitəsi deyə tərifləşidir. Undaq olsa, cemiyyətşünaslar, siyasi analizçilar korkunç haqqında nimalarni degan? İmtiyoz tug'diradigan korkunçlar suiiste'mol mavzusi bo'lishi mumkin. Bu sababdan boshqalarning erkinlik chegirasiga taqaladi. Yasin Aqtay. Mana bu korkunç, bu insanların her türlü fuqaroluk huquqlaridan erkin, barabar foydalanishiga qarshi yo'l qo'yilgan haq dafsandichiliklarni haqqoniy ko'rsatishning bir yo'lidir. Her türlü ayrımçılık ularga haqdir. Go'yo buni ayrımçılık deyishkim bo'lmaydi. Chunki fursat bo'lsa, ular texim battarni qilish potensialiga ega. Yasin Aqtay. Davlatlar hukmron tabiqining ehtiyojiga ko'ra bir axloq chegarasi yaratadi. Andan bu chegaradan o'tib ketganlarni jinoyatchi deb tunutish uchun qo'rqinch paydo qiladi. Axloqiy bir chegaraning inshosi, ya'ni qurilishi va yomonlikning diqqatni tortgudek shaklda sunilishi ayni zamanda to'zoqning va to'plum ichida yaxshi qonunlarga hurmat qiladigan, to'g'ri o'ylaydigan vatandoshni tahdid etgan bir tahlikaning borligini har kimga uqtirishda ishlatiladi. Shunday qilib jarayon o'z-o'zini parvish qiladi. To'zoq axloqiy chegarani va bu chegarlarni qo'g'dash uchun kerakli bo'lgan chekdan oshgan ijroatlarni yo'lliq qiladi. Yasin Aqtay. Darik Heyimga ko'ra, Emily Darik Heyim, fransuz cemiyyetshunos. Buzuq hareketler ijtimoiy sistemning to'liq ishlashi uchun keraklidir. Ya'ni buzuq hareketlarning eyitlanishi orqali ijtimoiy sistem tarafidan belgilangan axloq chegaralari kuchlantiriladi. Eriksonga ko'ra, axloqiy chegaralar zamonga ko'ra o'zgarib turadi. Ya'ni ma'lum davrda qabul qilishga bo'ladigan bir harakat boshqa bir davrga kelganda qabul qilgusiz jamiyatga ziyonli e'lon qilindi. Yomonlikning asli o'zida avrishimlik bor. Stephen Cohen. Asli maqsad qo'rqinch paydo qilish bo'lgani uchun nayt kichik ishlarni aql qabul qilgusiz mubolag'a qilinib, doim takrorlanaverish natijasida shu bo'yicha qabul qildirildi. Shundaqla maqsad qatlam bo'lgandimi o'xshashlik ko'ptiriladi. Asonli yo'q qilg'ili bo'ladigan bir narsani qo'rqinch ob'ekti bo'lishi mumkin. Masalan, hasharot qo'rqinchi. Ularni yo'qotishga undagan g'alati bir qo'rqinch. Qo'rqilgan insonlar ustida xuddi hasharotlarga qarshi qilingan yaqin keladigan bir xil yo'q qilish
ayrımçılık tatbiq qilinishi mumkin. Yahudilar sigallarga qarshi tatbiq qilingan barliq besimlar ularga doir qo'rqinish bilan bir-biriga bog'lanishlik edi. Xohlagan chog'da osonlik qatlamga nishon qiladigan darajada oz yoki hokimiyatdan yiroq inson guruhlari mushundoq bir qo'rqinishning qurboni bo'ladi. Shundoq qilib qo'rqinish obyekti sifatida tonitilgan insonlar umuman besimdor, ayrimchi bir hokimiyatning eng muhim ishlash muhiti holiga keladi. Yasnaqday. Vatanimizda tug'ilayotgan va tug'dirilayotgan voqealar va buning bilan ko'ptirilgan xabarlar orqali vahimalik ta'sir yeyish urinishlarida Xitoylar o'z hisoblarini qilayotgan bo'lsa-mu, dunyoda ikki shay orasidagi ta'sirning bir taraflik bo'lishi mumkin emasligi, ta'sir va aks ta'sir kuchi teoriyasi asga ilinsa, Xitoylar ko'zlagan maqsadga yetish bilan birga boshqa turli chatoq manbasi tug'dirishi muqarrardir. Bu haqda Yahudilarga qarshi ilib berilgan irqiy yo'q qilish bahonasi yaratish uchun to'qilgan qo'rqinish hikoyalarini misol qilish mumkin. Yahudiy to'ziq haqida yezilib sizilganlar bir tarafdan kuchlik bir antisemitizm so'z cho'chki sifatida Yahudilarga qarshi ishlab chiqarilgan ayrimchiliklarni ko'riklash bilan birga, yana bir yoqdan Yahudiy kuchi afsonasini har takrorlanganda texim ko'p ishlangan va xolabmi qilg'ili bo'lmag'idek turdagi buyuk bir e'lon ta'siri hosil qilmoqda. Shu sababdan bir irq, din yoki inson guruhi haqida qo'rqituvchi so'z cho'chatlar ishlab chiqarish keltirib chiqaradigan chiqimlar mavzusida antisemitizm tipik bir model hosil qildi. Irqchi o'chmanlik so'z cho'chaklarimi boshda qo'rqitish orqali boshlanganlik amaliyoti bu modelning muhim bir bo'limidir. Ya'ni bu Uyg'ur qarshilik harakatlarining sifati haqida dunyo jamoatchiligi tushanchisida xeli yorqin obrazimizning tiklanishi uchun e'lon roli o'ynashi mumkin. Agar chet el yordami talab qilinadigan bo'lsa, u holda chet el yordamining o'qituvchilardagi safoni shart qiladiganligini ko'zda tutganda, Xitoylarning biz uchun qilayotgan ko'p turli tashviqotlarining e'lon rolini sal chog'lig'i bo'lmaydi. Ya'ni Xitoylar bizni yomon ko'rsatmizda bizni nəhayət kuchlik ko'rsatib qo'yapti dunyoda. Qo'ldan ish keladigan hali bir ishlarni qamlashtira oladigan qurbon berish ro'yi bor. Mana. Xitoy hukumati bunda qo'rqinish muhiti yaratishda yana bir natijaga erishishi mumkin. Xitoy fuqarolar ichidagi demokratiya istaklariga qarshi mushundaq bo'linishlarning kelib chiqadiganligi qo'rqinchi orqali hokim mutlaq hokimiyatning Xitoy milliy manfaatida bir zaruriyat ekanligini his qildirish. Aksicha bo'lganda Xitoy millatining cho'ng davlatlik shirin tushining barbod bo'ladiganligini tanqid qilish. Qo'rquvchi bir qator chetga qoqqich, besimdor, hatto yo'q qilg'uchi mexanizmni qo'lda tutganlar bo'lsa, u holda har qatim inson tragediyasini tomosha qilishimiz mumkin. Bugungi dunyoda bo'layotgan misollar nuqtasidan davlatlarning jamiyatda hokimiyat qurish uchun ma'lum guruhlarni qanday qo'rqinish mahsuqlar holiga keltiradigan shaklda va qo'rqinish manbasi sunilganligini ko'rish mumkin. Bu bugungi islom terrorizmi, O'rta Sharqda birdilli paydo bo'lgan Iroq, Sham islom davlati o'rnaklarida aniq ko'riladi. Ya'ni bugungi dunyoda eng kuchlilarning qo'rquvchi, ziyonkashlik uchiruvchi, ma'sum bo'lib olishi bu yerda cho'qim bir o'yinning sahnalanayotganligining dalili bo'la oladi. Ya'ni Xitoylar bir ziyonkashlik uchiruvchi, qo'rquvchi, ma'sum. Uyg'ur terroristlar qo'rqituvchi. Qaranglar bu ishning ta'sirligini. Xitoydek mustabid tizimlarda to'zoq qurish tamoman davlatning qo'lida bo'lib, hammani markazlashtirganligi uchun boshqa inson guruhlarining na amalda, na nazariyada teorik to'zoq qo'rqinch paydo qilish ehtimolligi yo'qqa yaqin. Agar zikr qilinayotgan terror voqealari mayli rost bo'lsin, mayli o'ydirim bo'lsin, markaziyatchi hokimiyatlarning planlarida o'xshashli foydali rol o'ynashi mumkin. Buning uchun xuddi Stalinning tozalash davrida yoki Shang Shisayning tozalashlarida bo'lganidek guvohchilar, jinoyatni tunib tovuq yig'uvchilar, boshqa sheriklarni fosh qilguvchilar maydonga chiqarilishi orqali
hareketler maqsad yo'nalishiga to'g'rilanib, davlat kulturi yoki hukmron guruh umumlashtirishni umid qilayotgan axloq chegiralari xalqning ko'z oldida sizib beriladi. Xalqning haq nohaqni ko'rib olish uchun chiroq yiqiladi. Chunki ma'lum iddiani ko'z qarashni to'g'ridan to'g'ri sindirish vaqt va odam kuchi isrofchiligi bo'lib qolmay, unumli bo'lishi notayin. Uning o'rniga ima ishoratlar, fikrni yo'llantirishlar, aqlga ilhom berishlar orqali haqiqatni ko'rib olish ta'min etilsa, insonlar buni o'zi topgan haqiqat, o'zi bayqagan haqiqat bilib, texim mustahkam sahiplik qiladi. Igi chiqadi. Buningga qarshi 100 odam sindirilgan deb isbot qilsa-mu, o'z gapida ching turadi. Chunki buni o'zi topgan haqiqatda. Zamonaviy davlat to'plamsal kontrolni, ijtimoiy kontrolni yurgizayotganlar bilan shaxsiy ozg'unlar orasida murosim ma'nilari yuklangan millionlarcha o'zaro ta'sir paydo qilish iqtidoriga ega. Bu ta'sirlar ko'rgazmalar, sotlar, uchiq yig'inlar, uchiq kurashlar, tez va qo'rqituvchi tutqunlar shakllanishi mumkin. Tahdidkor bir reallikning yaratilishida bularning hammasidan foydalanish mumkin. Yuqorqi naqllarda ko'rsatilgan usullar ichki nishon uchun qo'llanildi. Buningdan boshqa natsistlar yo'l qo'ygan terror havasi astirish, fuqarolar orasida ishonchsizlik tug'dirish, hatto bir oiladagilarni bir-biriga ishonmaydigan qilib etish qatorliq fashist usullar kommunistlar uchun hech yot emas. Chunki mustabid bir davlatda terror orqa plan radiatsiyasiga o'xshaydi. Har vaqt mavjuddir. Ya'ni arqa manzara, background. Odatdan tashqari vahshiy bo'lgan ЧК, KGB'ning dastlabki atalishi. ЧК haqida Lenin inqilobning dal o'zi degan edi. Germaniya bolalari o'z vaqtida qisqa muddatda butun dunyo bo'yicha eng chong yoshlar tashkiloti a'loga kelgan. O'g'illar uchun Hitlerchi yoshlar, qizlar uchun German qizlari jamiyati ismli tashkilotlar ichida ko'p taraflama va rahimsiz shaklda mengijishga majbur qiladi. Bu tashkilotlarga a'zo bo'lish majburiy edi. Jismoniy kuchlilik va hissiy rahimsizlikka, yana ota-onalarning ideologik to'g'riliklarini kuzatishga ahamiyat beriladi. Ota-onalarni kontrol etmek Germaniyada umuman desteklanadi. O'qituvchilar yozma topshiriq sifatida shunday tema chiqarib beradi. Oilangizdagilar uyda nimalar haqida so'zlashadi? Qaranglar ustuliqqa. Bu naql David Barley'dan. Natsistlarcha bundaq usullar atalmış madaniyat zo'r inqilobi davrida qo'rqinchli natijalarni bergan edi. Partiyaning balasi qarshi singdirilgan bichora bolalar nayt asallab ota-onasini rad qilib, o'zini kommunist partiyaga mansub qilib yetadigan qilib o'gitilgachga, uyda bo'lingan mahram so'zlarni partiyaning quliqiga yetib boradigan bo'lgan edi. Bugun bo'lsa Sharq Turkistonlikning bolalariga tenglayotgan Xitoy tili ota bolalar orasida kultur farqi so'qib, bir-biriga yot qilib yetilmoqda. Bu hal jamiyatdagi qo'rqinish bilan birlashtirib tushunilganda, bolalarga singdirilayotgan planliq, programmalik ta'lim-tarbiya xosiyatida jamiyatda bo'layotgan barliq eskiliklarning, qonxo'rliklarning, insoniyatsiz qilmishlarning manbasi ko'rsatilayotgan Uyg'urlar ularning milliy kulturidan, millatidan nafratlanishini, o'ziga yotlashishini keltirib chiqardi. Yuqorida vatanimizdagi voqealar haqida tug'ilayotgan va tug'dirilayotgan degan edi. Ishonamanki, chechan anglag'uchilarimiz buningdagi tug'dirilayotgan degan so'zga qiziqmay qolmaydi. Kim tarafidan tug'dirilayotdi? Albatta Xitoylar tarafidan. Chunki Xitoylar qo'rqinch yaratishda ko'zlagan eng asosiy nishon tashqariga qartilgan bo'lib, mana bu nishonni pardalash uchun harbiy harakatlari, harbiy yo'tkilishlar, jiddiy hozirliklarga xato adres ko'rsatish uchun mana shunday intayin jiddiy qarshilik harakatlar o'ydirmasiga muhtoj. Xitoylar Uyg'ur qarshilik harakatiga jiddiy ehtiyojli bo'lish bilan birga harakatning butun mamlakatga yamrab ketishidanmi, yong'inni o'chirish ta'sir qiladigan vaziyatga tushib qolishdimi o'lgidek qo'rqadi. Bir tarafdan Uyg'urlarga yashashga emas, nafas olishga imkon bermasdan qarshilik qilishga majbur qiladi.
Yana bir tarafdan qarışliq imkonlarni eng oxirgi cheklab, bu harakatlarning eng ibtidoiy saviyada bo'lishig'imi bo'shliq qoldirmaydi. Chunki harakat ko'lami yo'g'on, ishlatilgan vositalar ustun saviyada bo'lib ketsa, aslidan qo'rqinchoq bo'lgan Xitoylarning ming taslikda makonlashtirgan ko'chmanlarini tutib turg'ili bo'lmay, Xitoyning qochqoshlari avjiga chiqib, yana bir plan buziladi. Harakat bek kichik va ibtidoiy bo'lsa, uning qilmoqchi bo'layotgan ishlariga uyg'un harbiy hozirliklarni pardalashga yetmaydi. Qanday qilish kerak? Xitoylarning istixborot organlari bunda qarshilik harakatlarini o'zlari bir qo'lliq tashkillamakdan boshqa yo'l yo'q. Mana shuning bilan bek ibtidoiy saviyadan bir oz cho'ng bo'lgan voqealar tug'dirilmoqda. Bundaq deyishdagi asosimiz nima? Bundaq bir oz cho'ng ko'lamdagi harakatlarni borliqqa keltirish uchun tashkilot bo'lish kerak. Sapaliq odamlarni yadro qilgan bir tashkilot bo'lishdan boshqa moddiy imkonlar, qurol-yarog', portlatish buyumlari kerak. Endi bu jihatdagi imkonlarni tekshirib ko'radigan bo'lsak, tashkilotlanish uchun aloqa bordi keldi bo'shliqi yo'q. Uyg'urlar uchun o'zining mahallasidan chiqish uchunmi alohida tunishtirish lozim. Moddiy imkonlar yaqin tekshirib ko'radigan bo'lsak, Uyg'urlarning pichoqqa erishishimi mumkinsizlikdan qoldi. Oiladagi zaruriyat uchun pichoq sotib olishga tunishtirish xati yoki tizim qoldirish rasmiyatlari kerak. Uyg'urlarga saranki sotilmaydi. Chaqmoq ishlatishlar kerak. Chunki sarankining uchidagi kichikgina fosfor to'planib, portlatqich yasamasliklari uchun saranki sotish cheklandi. Ahvol bundoq turib, Uyg'urlarning qurolli harakatlar, portlatish aralashgan harakatlarni vujudga chiqarish mumkinmi? Urumchi atiganlik bozor voqeasi tipidagi voqealar Uyg'urlarning real imkonlaridan bak eshib ketgan hisoblanmamdi. Qisqasi, pichoq bilan yaralandirish qatorliq ibtidoiy qarshiliklardan boshqalarga ishonishning imkoni yo'q. Boshqalarning hammasini Xitoy istixboroti o'zi bir qo'lliq elib beryotdi. Endi qo'rqinishning tashqi nishoni haqida to'xtalaylik. Vatanimizda barliqqa kelgan qo'rqinish manzarasining ziyoda ko'ptirilishi, xuddi urush oldida turayotgandek kayfiyat paydo qilib, to'liq qurollangan askarlarning shahar ko'chalarida xuddi urushga mangandek mashina, zirhli vositalar bilan kezib yurishi haqiqatan Uyg'ur bo'lginchilardan qo'rqib qilinayotgan harakatlarmidi? 1949-yilgacha vatanimizdagi Xitoylar umumiy nüfusning 2% ni egallaydi. Bularni butunlay askarlar, boshqaruvchi xodimlar va shularning oila afrodi edi. Ya'ni fuqaro sifatida makonlashgan bu yerni o'z yurti hisoblagan bir Xitoy yo'q edi. Ba'zi shahar noiyalarda bir Xitoy yo'q edi. Mana shundoq turib, Xitoylar Uyg'urlarni tizginlab kelgan. Bugun bo'lsa nufusi bizdan ko'payib ketdi. Shundaqla muntizim, yerim muntizim qo'shinlarning soni millionlar bilan ifoda qilinmoqda. Bundan boshqa g'ayri askariy qurolli kuchlarning soni necha yuz mingga boradi. Hatto xohlasa butun Xitoy ko'chman aholisini qurollantira oladi. Mushundoq turib, bugun Sharq Turkiston jamiyatida paydo qilinayotgan qo'rqinch havo, askariy yurishlar, yo'tgilishlar, chorlashlar faqatla Sharq Turkiston bo'lgunchi kuchlar sababidan deb o'ylash haqiqatan bolalik bo'ladi. Agar bu nuqtaga ishonadigan bo'lsak, u holda Xitoyning kelgusi ishtaholiq planlari bilan bu qo'rqinchlarni bir-biriga bog'lashtirib analiz qilib ko'raylik. Bu Xitoy O'rta Osiyo asli taraqqiyot plani. Bu ikki siziqli temir yo'l. Neft turbisi, teklifdeki qatnash koridori. Yani bir yol, bir belbog. Bu Şanghay, Guangzhou'dan başlanıptı. Ürümçi, Qorg'oz, Olmota.
İkinci xarita. Xitay Markaziy Osiyo energiya asosi asli qurilish plani. Yeşil sızık neft turbisi, qizil sızık tabiiy gaz turbisi. Demek, xaritada ko'rinib turgandek Xitoylarning O'rta Osiyoda ko'zi bor. Xitoylar yaqin kelajakda O'rta Osiyoda kengaymichilik qilishni ishga oshira olmaydiganligini biladi. Ammo buni kelgusi planlari ichidan yo'q deyolmaymiz. Chunki Xitoylar tabiatiga uyg'un ishlab chiqqan saxta tarixlarda O'rta Osiyoning qachonlardadir Xitoy tuprog'i bo'lganligini ochiq-oshkora yozib, maktab darsliklarida kelgusi avlod Xitoylarning mingillariga bu planni mahkam o'rnatmoqda. Ammo bugun va yaqin kelgusida bo'lsa Xitoylar O'rta Osiyo jumhuriyatlarini Xitoyga qaram qo'rchoq davlatlarga aylantira olmasimi, bu yerlarda harbiy baza qurish niyati hali jiddiy. Shundaqla kelgusidagi kengaymichilikning asosini yaratish uchun ko'chman ko'chirishni jiddiy ishlar kun tartibida tutilmoqda. Bugungi va atigi Xitoyning taraqqiyotida asosiy energiya manbasi bo'lib qoladigan Markaziy Osiyo davlatlarida Xitoy nupuz egasi bo'lolmasa, onun energiya manbasi ishonchli bo'lolmaydi. Bu rayonda rayon zo'migir bo'lish uchun cho'qim harbiy bazalarga ega bo'lish shart. Yoki hech bo'lmasa Pokistonga o'xshash sadoqatli do'st bo'la olish kerak. Sadoqatli do'st bo'lishlari uchun Markaziy Osiyo davlatlarining jiddiy ma'noda dushmanlari bo'lishi, bu dushmanlik faol bo'lishi va bu dushmanlikdan Xitoydan iborat birli ishonchli do'st saqlab qola oladigan vaziyatda bo'lishlari kerak. Pakistanning sadoqatman do'st bo'lishining sababi uning Hindistondan iborat izchil va kuchli bir dushmani bor. Agar Xitoydan ayrilib qolsa, Hindistonga tankilanmaydiganligini biladi. Harbiy baza qurish uchun bo'lsa, O'rta Osiyo davlatlarining ma'qulligi bo'lmasa bo'lmaydi. Texmi real, texmi cheklovchi omil Rossiya. Rossiya o'zining an'anaviy nopuz rayonlarini Xitoyga o'tinib berayotdi. Bu noto'g'ri. Bu eng qo'rqinchli to'salg'ini ma'qul qilish uchun mana shunday o'yinlar o'ynalishi zarur bo'layotdi. Shunga Xitoy Rossiyadan iborat bu ittifoqdoshining beshiga balo qazo kelishini chin yurqidan tilash tutumida. Ukraina krizisiga o'xshash dunyoviy qarshilikqa qoladigan buhronlarga duch kelishini, buhronlardan yolg'iz beshiga chiqa olmaydigan bo'lishini tilamoqda. Mana shunday vaziyatga qolgan Rossiya andin nopuz rayonlarida Xitoyning harbiy bazalarga ega bo'lish talbiga qo'shilishi mumkin. Rossiyani qoyil qiladigan cho'ngroq bahonalarni o'ydirib chiqish uchun Xitoylarning bugungi kuchi texi loyiq saviyada emas. Ammo buning jiddiy tayyorligini qilmoqda. Xuddi Amerikaning tashqi dunyoda olib berayotgan harbiy harakatlarini CIA bahona bilan ta'min etadigan istixborot operatsiyalari olib borganga o'xshash, Xitoylarning kelgusining ustun kuchi bo'lishga hozirlanmoqda. Umi Amerika o'rnikida dunyoning xohlagan yerda istixborot o'yinlarini o'ynay oladigan bo'lishni tushunmoqda. Hozircha bu ancha oson bo'lmasimi, ammo O'rta Osiyoda o'yin o'ynashni kechmishimizda kichik ko'lamda bir qatim sinab boqqachqa, bu qatim yuraklik holda cho'ng ko'lamda sinashga tayyorlik qilyotdi. Undaq bo'lsa, Markaziy Osiyo davlatlarini qanday ma'qul qilish mumkin? Rossiyani qanday ma'qul qilish mumkin? Hech bo'lmaganda Rossiya bilan O'rta Osiyoda sherik xo'jayin bo'lish qanday mumkin? Buning nurg'un chorasi bor albatta. Masalan, para berib davlat amaldorlarini setib olish yo'li bilan parlamentda Xitoy tarafdorlarini ko'paytirish usulini sinab boqsin bo'ladi. Chunki O'rta Osiyo davlatlarida intayin qamlashmagan bir ojizlik shuki, davlat beshidagilar shaxsiy yanchiqini to'ldirish uchun o'zining vatanining manfaatlarini sotadi azar. Ammo bu ikki davlat orasida emas, rayondami jiddiy andish paydo qiladigan ish bo'lg'achqa,
chetilish doirasidagi boshqa davlatlarni muqoyil qilmasa bo'lmaydi. Shunga eng yaxshi chora qo'rqinish paydo qilish usuli. Başka bir sözümde dedim. Rusya'nı çeklaş hazır en mühimi. Bu Orta Asya devletlerinin hiç korkuncu yok Xitayning. O allaqachon besib bo'ladi. Rusiyadan qo'rqib turib o'tirasiz. Rusya'ni to'xtatish uchun, ya'ni O'rta Osiyoga kirishiga Rusya'ni rozi qilish uchun yana bir chorani qilib o'tirdi Xitoy. Ya'ni uzoq sharqda, Rusiyaning uzoq sharqida Xitoy ko'chmanlari ko'payib, ba'zi yerlik ruslardan Xitoyning nufusi ortib ketdi. Vladivostok ve onun şimali, ta ki Heilongjiangning shimoligacha bo'lgan uzoq sharq taraflarda. Bu Xitoy ko'chmanlari oxir bir kun bir chatoq deriydi yani. Yoki Xitoylar istixborot yo'li orqali bir chatoq paydo qiladi. Nüfusning asosiy qismi Xitoyga aylangan bu joylarni tutib turish ruslar uchun oson bo'lmaydi. Ya Ruslar bu zamindan voz kechadi, ya O'rta Osiyodagi ta'sir kuchidan voz kechadi. Mana bu tanlashga Ruslarni qistab ekkenmekte Xitoy. Buni qanday qilib bo'ladi? O'rta Osiyoda Xitoyga qarshi kuchlarni paydo qilish orqali. Bu yerlerdagi ko'chman Xitoylarga hujum qilib, Xitoylarning hayoti va mol mulkiga zarar keltirildi. Xitoyga tava o'rinlar, elchixona, konsulxona, savdo vakolatxonalari, Xitoy shirkatlari, hatto neft turbilari hujumga uchraydi. O'rta Osiyoda. Men bu maqolani yozgandan keyin, e'lon qilgandan keyin Bishkekdagi Xitoy elchixonasida portlash bo'ldi. Ve bu portlashni Suriyada tarbiya olganlar kelib qildi deyildi. Men bu vaqtda bu Suriyada tarbiyalanayotganlar O'rta Osiyoga olib borib, u yerda ish qilinadi keyin Xitoylarning ishlariga deb mulohaza e'lon qilgandim. Buning dastlabki tasdiqi u yerda bo'ldi. Bishkekdagi Xitoy elchixonasining portlashi bilan. Mana shunda hujumlar uchraydi. Yerlik hukumat kuchlari bularni tizginlashga amalsiz qoldi. Chunki ular yoshirin harakat qilganliklari uchun ularni tamoman tozalashga mumkin bo'lmaydi. Xitoyning haqliq noroziliklari ko'paydi. Bu davlatlar chorasizlik ichida Xitoyning tadbir sunishiga qarashlik bo'ladi. Bu qo'rqinchli vaziyatning izchilligi va ko'lami toki bu davlatlar Xitoyning hal qilish chorasini qabul qilgangacha davom qiladi. Undan keyinmi Xitoylarning bu yerdan chiqib ketmasligini ta'min etish zaruriyati bilan bu kuchlarning buzg'unchilik faoliyatlari davom qilishlari kerak. Kimlar orqali bu qo'rqinch paydo qilindi? Sharq Turkiston bo'lgunchilarining qo'li bilan. Hozir buning jiddiy tayyorliklari ishlanmoqda. Ba'zi qarindoshlarimiz intayin soddilik bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari orqali qochib chiqayotgan Uyg'urlarni rostli Xitoy ko'rmay qilib qochib chiqdi deb o'ylayotdi. Qandaq bir davlat buncha uzun yo'l, buncha ko'p odamning qechishlarini ko'rmay qoladigan ish bo'lsin. Bundaq osonlik boshqa davlatlarda bo'lsa-mu bo'ladigandir balkim, ammo Xitoydek zolim, mustabid bir davlatdan buni kutgil bo'lamdi. Mahalladan mahallaga xassiz o'tolmaydigan bo'lsa. Bu haqda men ilgari to'xtalganligim uchun qayta to'xtalmayman. Buning oldida dedim, shu aynak to'ridagi bir necha maqolaning ismini deb o'tdim. Bu munosabatli bo'lganligi uchun u maqolani o'qimasanglar bo'lmaydi. Bu qochib chiquvchilarning Turkiya tarafidan qutqizib olinishimi aqlga sig'maydigan bir taraf. Turkiyaning Xitoy bilan nurg'un turda hamkorligi bor. Davlat manfaati hammadan a'lo. Bu hamkorliklar bo'lgan bir davlatning o'qituvchilarini buncha mardonlik bilan qutqizib qilish davlatga yarashadigan bir ish emas. Cho'qimki bu o'yinda Turkiya Xitoyning talablarini qabul qilib, bir qo'shimcha rol olishga rozi bo'ldi. Shuning bilan bu qochib chiquvchilarning ayollari, bolalari, qarilar Turkiyada qolib, barliq yosh erkaklar Suriyaga jihodga safarbar qilindi. Kunimizdagi qochib chiqish
Yakın tarihimizde bir kıtım yüz bergenligini esimizge alsakla bu nokta roşanlaşıdı. 97 yıldan 2000 belki 2001 arasında O'rta Asiya devletleri Afganistan ve Pakistanlarda barlıqqa kelgan Sharq Turkiston ozodlik hareketini inchik tahlil qiladigan bo'lsak, bu hareketning aslida tizgini Xitoyning qo'lida bo'lgan bir qatimliq istixborot operatsiyasi ekanligini ko'ramiz. Ki biz shaxsan menmi inqilob qilyapmiz deb o'ylab qilib yurgan bu harakat aslida mana shunday bir o'yin ekan. Ve biz Xitoyning planlarida o'yinchiq bo'lganligimizni bilmagan ekanmiz. Shu chaqdimi chet elga chiqish uchun osonlik yaratib berilgan edi. Hatto yoshlar Astriddan ta'tir tashviqot orqali chet elga chiqib bu harakatga qatilishga safarbar qilingan edi. Yani bazı mescitlerde sakçılar tarafından taqitilgan teşviqat varaqlarda Afganistan'da paydo bo'lgan qurolli kuchlar haqida ko'ptirilgan bir uçur berilib, bu bölgünçiler qattiq sökülgen tarzda Astriddan Uyg'ur yoshlariga boradigan yeri ima qilingan edi. Yana bir tarafdan chet elga chiqish zo'r darajada qulaylashtirilib berilgan. Pokistonga chiqish uchun hatto pasport yetmaydigan bo'lgan. Chegara xetti vosili bo'ladigan darajada osonlashtirilgan. Bunun bilan bir tarafdan qarshilik iddiasidagi yoshlar ilg'inib tashqari chiqarilsa, yana bir tarafdan istixborot organlari nurg'un pul topgan. Chunki ash chegara xet hal qilish uchun bek ko'p pul qishlash kerak edi. Atalmış yo'li bor. Xitoy bilan yaqin o'tadigan munofiq ayg'oqchi pasport bo'g'uvchilari hal qilib beradi. Xuddi shu osonlik bugun qochib chiqish shaklida takrorlanmoqda. Qochib chiqishda burunmi janubdagi viloyatlar asos qilingan bo'lsa, bugunmi janubdagi viloyatlar, bo'libmi Xotan viloyati asos qilinayotgani diqqatni qo'zg'aydi. Qarshilik iddiasi borlarni bu yo'sinda ilg'ashning Xitoyga qo'sh foyda keltiradiganligini mo'ljallash tas emas. Yana qochish yo'lining texmi yaqin bo'lgan O'rta Osiyo davlatlari bo'lmay, uzoq Sharqi Janubiy Osiyo taraflar bo'lishimi alohida bir ahvol. O'rta Osiyoga qochib chiqish bu shaklda, ya'ni ulug' ushshaq, ayol, qari yosh bo'lsa, buningga Uyg'ur jamoatini ishontirish qiyin bo'lib qolmay, O'rta Osiyo davlatlarini ishontirgani bo'lmaydi. Chunki bu taraf chegaralar butunlay egiz tog'lar bo'lib, Uyg'urlar yashaydigan yurtlar bilan chegara siziqining orlig'imi eng az 200 kilometr kelishi mumkin. Bunda qaqjirgan tog'larda, bunda bo'voqlardan qirlag'ichi bo'lgan bir ko'ch qo'shunining qochib chiqish hikoyasi ishonchsiz bo'lishdan tashqari, O'rta Osiyo davlatlari Xitoyning ittifoqdoshlari bo'lish sifatida ularni tutib darhol o'tkazib berish majburiyatimi bor. U chaqda Xitoyning o'yini buziladi. Qaytirib bersa olmayman, bularning boshqashi bor deyamaydi-da. Bundan başka bu adamlar kelgüsü dal O'rta Osiyo davlatlarida ish qilinadigan bo'lg'achqa, ularning oldin tunib qo'yishi texmi yomon. Xitoyning o'yini ekanligi yana bilinib qoladi. Shundaqla bu yerlardan belgilangan nishonga avatish, ya'ni O'rta Osiyodan Suriyaga avatish yo'lidagi avarchiliklarni bek ko'p bo'lishi mumkin. Vatan ichida yaning tegida bir qo'shnimizning bolasiga Qur'on o'rgatsangiz ko'p o'tmay bu bilinib qolib, tutilib turmaga tashlanasiz. Ammo ba'zi mollalarning uylarda, yezi bozorlarda sayyora kesib jihad haqida tabliq qilayotganligi ma'lum. Aşı zamanlarda. Şoğunisi sadda xalqimizning menisi qayta shakllantirishdan o'tgachga nima uchun degan savolni qo'yib o'ylab ko'rishga azaldan o'rin. Ko'rginiga ishonayveradigan bo'lg'achqa, bu mollalarni Allohning saqlayotganligiga ishonayvermoqda. Mana shunday qilib bu tabliğchilar xalqning nodonligidan foydalanib ularga jihad maydoni deb tashqirini dushman deb munosabatsiz birlarini ko'rsatib, bu qochqinlarni safarbar qildi. Ularning jihad deb qatilgan fitna urushlari turib tursin, ularning chet eldagi Uyg'urlarning nasihatlariga qarshi demokratchi, islomchi, tog'ut degan baho ayrimi bilan muomala qilishi, kim ularni bu noto'g'ri qarorlardan, xato bilginlardan to'smoqchi bo'lsa, ularga demokratchi qalpoqini kiydirib, ularni rad qilishi, ularning minisining naqadar puxta juyilganligini isbotlaydi.
Şundaqla ularning bundaq baho ayrimsi yaqin kechmişdə bolğanның dəl üzü buluşumu diqqətə sazavər işlərinin biri. Biz O'rta Asiyoda inqilob qilib yurgan yillardami Afg'onistondagilar bizni demokratchi degan qalpoq bilan tartiblagan edi. Ammo biz o'zimizning bu qalpoqni nima sababdan kiyganligimizni bilmaydik. Chunki biz o'zimizni demokratchi emas, islomchi deydik bizmi. Suriyada jihad saflariga qatilib, o'z xalq uchun emas, o'zim bilmaydigan kuchlar uchun, o'zi eng yomon ko'rib tillaydigan dushmanlar uchun, demokratchilar uchun qurbon berayotgan, qurbon beradigan bu mujohidlar Suriyada bir hokimiyat sobitlashgandan keyin qanday bo'lganligi, nega berib, nega turishi qiziq muammo. Ular bu yerda ham jihad qilgach, ham kelgusida Sharq Turkistonga qaytib jihad qilishning tayyorligini qilayotganligi haqidagi laplar aql bilan, mantiqi bilan dunyoning real shartlari ustiga qo'yib o'ylab ko'rildimi? To'liqsiz ma'lumotlarda mingdan oshgan bu mujohidlar Suriyadan bekor bo'lgandan keyin Sharq Turkistonga qanday qaytdi? Keçip chiqishda ko'masga solgan Xitoylar keçip kirishdimi ko'masga solarmi? Yoki yo'lning ikki tarafiga odamlarni tizib, chavak bilan qarshilab kutib olarmi? Ularning Sharq Turkistonga qaytib jihad qilish mumkinchiligi nol atrofida. Uning ustiga ular qurol etishni o'rganganlar bo'lib, ular muntazam so'qishlarni bilishi mumkin emas. Faqat qurol atalaydi xolos. Qaytib ketalaydi degandimi qurollarni olib kirolmaydi. U holda nima ishga yaraydi? Chunki ular mavjud imkonlardan foydalanib qurol yasash, dori yasash qatorliq maxfiy harakatlarga uyg'un keladigan mahoratlarni o'rganmaydi. Qurolliq so'qishdan boshqaga yaramaydigan odamlar quroldan ayrilsa, mamlakatdagi odatdagi bir uyg'urdan farqsiz bo'lib qoladi. Shug'unisi, ularning qaytib ketish shirin xiyoli faqat xiyol bo'lib qoladi. Chunki shuncha ko'p odamni chet elga chiqargan Xitoy ma'lum ishonchi bo'lmasa, beshiga balo bo'ladigan odamlarni tizginsiz chiqarib yutamdi. Bu bek aqlli emasmi? Chuqumki ularning tizgini Xitoyning qo'lida. Xitoylar bu odamlarni kelgusida O'rta Osiyo davlatlariga yo'tkaydi. Ular bo'lsa o'tmishdagi bizdek inqilob qilyapmiz deb o'ylayverdi, Xitoyga qarshi jihad harakat qilyapmiz deb o'ylayverdi, ammo belgilangan ishlar qildirildi. Ular u yerlarda konsulxonalarni portlatgan, Xitoy shirkatlarini terib vayron qilib o'tgan, hatto neft turbinlarini uzib o'tgan taqdirdimi, Xitoy bunchalik qurbon berish badaliga kelgusi planlarda texnik ko'p qozonishni ko'rib turayotgachqa, buni o'zi shundoq o'rinlashtirib qilg'izishi mumkin. Odam zoti o'ksib qolmaydi. Chunki buncha ular unumli harakat qilayotgan mujohidlar qo'shini yoshlarimizni texnik jalb qilib oladi. Bunun bilan bir tarafdan yoshurnalatdik qarshilik etdiysi bir kishilar bu oshkor to'pqa qatilib tizimni kuchsa, yana bir tarafdan Xitoylarning kelgusidagi kengayish planlarining amaliylashishda mo'lcharligisiz foyda keltirib turadi. O'rta Osiyoda bu harakatlar yuz bergandan keyin O'rta Osiyo hukumatlari buning bilan boshqa chiqolmaydi. Xitoy norozilik bildiraverdi. Axiri Xitoylarning O'rta Osiyoda harbiy baza qurishiga ma'qul keladi.